Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Demak, bugungi darsimiz matematik funksiyalarni C++ dasturlashtirishda qanday foydalanamiz. Demak, ko'rib turgan jadvalimizda chap tomonida matematik funksiyalar, o'ng tomonida C++ dasturlashtirishda foydalanish usullari. Misol uchun mana shu misol berilgan. Demak, bir taqsim y darajasi x kvadrat plus sin x plus ln 5x plus a sinus x modul x plus 1. Demak, mana shu misolni hozir ko'ramiz. Yozamiz include demak, matematik funksiyalardan foydalanish uchun biz summers degan kutubxonani kiritamiz. Demak, float turdagi a bilan x degan o'zgaruvchi kiritamiz. Agarda bizda kasr ko'rinishidagi ifoda berilsa, agarda kasrni tepasi ham, maxraji ham yoki tepasi yoki maxrajlar ixtiyoriy bittasi ko'p xat bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha qavsga yozamiz. Demak, hozir bizda ko'p xat emas, bir xat bo'lganligi uchun qavsga olib yozishimiz shart emas. Bir taqsim y darajasi bizda eksponenti, y darajasi x kvadrat. Demak, demak x kvadrati x kvadrati kvadrat plus sinus 7 ko'paytirish x. Demak, plus ln 5x plus a sinus x. Ln log birinchi asos yoziladi. Demak, asosi nima edi? Asosi 5x plus a sinus x. Yozaman 5 ko'paytirish x plus a ko'paytirish sinus x. A ko'paytirish sinus x vergul keyin darajada ko'radigan bo'lsak, modul x plus 1. Demak, Febs x plus 1. Demak, bizda natijamiz xuddi shu ko'rinishda chiqadi ekan. Aniq qiladigan bo'lsak, demak, a ni kirityapti. Misol uchun a ga 2, x kirityapti. Misol uchun kasr son kiritaylik, 1 2. Demak, natijani ko'radigan bo'lsak, 4 63 87 degan natijamiz chiqadi ekan.